predmetini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Bunda 4 ta rejadan foydalanamiz. Birinchisi, tabiatshunoslik predmetining ahamiyati. Ikkinchisi, pedagogik texnologiyalar turlari. Uchinchisi, yordamchi maktabda pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari. To'rtinchisi, natija va xulosalar. Tabiatshunoslikning o'quv jarayonidagi roli. Tabiatshunoslik predmetining o'quv jarayonidagi o'rni juda muhim hisoblanadi. Bu predmet o'quvchilarga tabiatni anglash, uning qonuniyatlarini va muhim ekosistemalarni tushunishga katta yordam beradi. O'quvchilar tabiat bilan bog'liq bilimlarni egallab, ekologik masalalar haqida fikr yuritishni o'rganadilar. Bu o'z navbatida ularning atrof muhitga bo'lgan munosabatini shakllantiradi. Pedagogik texnologiyalarni qo'llash. Yordamchi maktabda tabiatshunoslikni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning qiziqishlarini yanada oshiradi. Interaktiv darslar va tajribalar orqali o'quvchilar faol ishtirok etishadi. Shuningdek, multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarga yanada qiziqarli va tushunarli ma'lumotlarni berishga yordam beradi. O'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash uchun loyiha asosidagi o'qitish usullarini qo'llash ham eng samarali usul hisoblanadi. Bu usul orqali o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda mustaqil qo'llay olishiga yordam beradi. Pedagogik texnologiyalar tushunchasi. Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali boshqarish va rivojlantirish uchun zarur vositalar hisoblanadi. Yordamchi maktabda tabiatshunoslik predmetini o'qitishda bu texnologiyalar o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashga, qiziqishini oshirishga va ta'lim jarayonini interaktiv shakllantirishga yordam beradi. Ular o'qituvchilarga o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olib, ta'limni moslashtirish imkonini yaratadi. Pedagogik texnologiya turlari. Pedagogik texnologiyalar bir nechta turga bo'linadi. Ularning har biri o'quv jarayonida turli yondashuvlar va metodlarni taklif etadi. Masalan, multimedia ta'limi, interaktiv ta'lim va masofaviy ta'lim kabi usullar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va bilimlarni yaxshilashga yordam beradi. Pedagogik texnologiyalar va ta'lim. Yordamchi maktabda tabiatshunoslik darslarida pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarni yanada faol va qiziqarli o'qitishga yordam beradi. Interaktiv ta'lim usullari orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ayta olishiga yordam beradi. Bu esa ularda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Tabiatshunoslikda pedagogik texnologiyalar. Yordamchi maktabda tabiatshunoslik predmetini o'qitishda pedagogik texnologiyalarni qo'llash, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va bilimlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, interaktiv ta'lim vositalari va multimedia materiallari o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. Bu o'z navbatida o'quvchilar tabiiy fanlar bo'yicha chuqurroq tushuncha hosil qilishiga katta yordam beradi. Interaktiv o'qitish usullari. Interaktiv o'qitish usullari, masalan, guruhli ish va muammoli vazifalar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Bunday yondashuvlar o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifoda etishga, shu bilan bir qatorda o'quvchilarning ijtimoiylashuviga ham katta yordam beradi. Pedagogik texnologiyalar ta'siri. Yordamchi maktabda tabiatshunoslik predmetini o'qitishda pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning bilim olish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu texnologiyalar yordamida o'quvchilar yanada faollashadi, o'z fikrlarini erkin bayon etishadi. Natijada o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi. O'quvchilarning yutuqlari. Pedagogik texnologiyalar yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rganadilar. Bu jarayonda o'quvchilar o'zaro hamkorlik ishlarini, muammolarni hal qilishni va tanqidiy fikrlashga ham yordam beradi. Shuningdek, o'qituvchilar o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ravishda darslarni tashkil etishi kerak bo'ladi. Umumiy xulosalar. Pedagogik
texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning o'qitish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi.